Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana baget karnizni tayyorlash jarayoni haqida gaplashamiz. Avvalambor bizga kerak bo'ladi baget turiga qarab, kengligiga qarab va baget qalinligiga qarab ishlaymiz. Masalan, shu bagetimizdan sizga bitta deraza uchun 2 metrlik karniz kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga 2 metr patolochniy karniz, albatta 3 qatorli bo'lishi kerak. Chunki 3 qatorlik patolochniy karnizga ikkita joydan noshka bilan bog'lan bo'ladi. Ikkita boltkaga qo'yiladi, ikkitadan. Bagetni shundan 205 sm yoki 4 sm qilib oling. Sababi mana baget qalinligi ham bor. 45 gradus kesgan payt baget ichini kichrayishini ham hisobga olish kerak. Hozir bizda 1,5 sm kichraygan ekan. Yaxshi bir kesadigan kishiga kestirasizlar biqinlarini. Kimdir bolgarkadan foydalanishi mumkin. Ko'pincha tarsovka apparati bilan kesiladi. Ham mana bu qiyaligi toshni 45 chiqish kerak. Ham baland past bo'lmasligi kerak oldin bilan biqini. Agar 45 emas, egriroq ketib qolsa, yo tepaga yo pastga tushib ketishi mumkin bu. Oxiri egri chiqadi devor tomoni. Hozir mana bizga 14 sm dan olingan, qiya kesilgani bilan отходga chiqishi bilan 12 sm, 13 sm uchigacha qolgan. Noshka qo'ygan payt noshka bilan devor orasida joy qolmaydi shunda mana. Xohlasangiz mana bunayroq qo'ysam bo'ladi. Ana shularga ham e'tibor berish kerak. Keyin yana bitta narsa, noshkani tanlashda ikki xil noshka bor. Bozordan topishingiz mumkin. Mana bunaqa rebrolik noshka bor. O'zbekiston noshka deydi. Lekin siz mana bunaqa oq o'zida kraska qilinganini olsangiz baquvvatroq bo'ladi. O'ng chap pavrotlarni 15 sm dan hisoblaysiz baget sotib olishda. Oldinni 2 metrlik karnizga 205 sm hisoblaysiz. Shuni qo'shib bitta karnizga 2 metrlik karniz uchun 2 metr patolochniy karniz, 205 yana 30, 235 sm baget karniz ishlatiladi. Fix klaydan foydalanasiz. Buni foydalanishdan bilsa kerak. Baget yuzasiga tomizib chiqiladi, tekis qilib patolochniy karnizni bosib sepadigan sepiladi. Juda ham kuchli yopishadi. Mana pavrotlari ham shu bilan yopishtirilgan bor. Ichlari bilan ko'rsataman. Mana bu ilgakka to'xtalib ketaman. Bunaqa ilgak, temir ilgak chiqqan hozir. Alohida sotib olasizlar. Og'ir pardalar uchun. Plasmas ilgak ham bo'ladi yuziga ham qo'shib beriladi. Buni qurilish jarayoni xuddi shunaqa yopishtirilgandan keyin sverlo bilan mana bu yoqda egri ketib qolgan, bizga o'rtasidan bo'lish kerak. Shu karnizni yo'liga emas, o'rtadan ikkita bir xil qilib teshiladi. Ichkari tomondan ko'rsak, o'rtadan teshiladi. Boltkaga o'tgan payt shabasi bizniki mana xalaqit bermaykan, pardani borib kelishiga xalaqit bermaslik kerak. Shularga e'tibor berasizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, xuddi shu holatga keltiriladi. Tepa qismiga boltlar, gaykalar tortiladi. Bolt ichkari tomondan kiritiladi. Shayba kerak bu yoqqa, chunki plasmas ichiga kirib ketmasligi uchun. Buni hammamiz bilamiz. Oldingi videolarda aytganmiz, qanaqa qilib devorga qotirish usullarini. Shunaqa baget karnizni yopishtiradigan, baget karnizni tayyorlab uylarga o'rnatib beradigan akalarimizdan so'rab turamiz. Telefon raqam, qaysi viloyatdan ekanligingizni qoldiring, chunki bizga hamma viloyatlardan telefonlar bo'ladi. Bizga karniz qotirib beradigan usta kerak, kishi kerak deb. Agar raqamlaringizni qoldirsangizlar, sizlar bilan aloqaga chiqib gaplashib, mana mijozlar bilan aloqa qilaverasizlar. Ish jarayonlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz keyingi safar. Hozir endi ofisda bo'lganimiz uchun bitta obrazesdan foydalandik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.